Siz yuborgan xabarga javob kelmadimi? O'ylab ko'ring, balki bu jimlikning o'zi javobdir. Chunki har bir sukut bejiz bo'lmaydi. Kimdir so'z topolmagani uchun jim, kimdir esa aytadigan gapni aytib bo'lgani uchun. Javobsiz qolgan xabar e'tiborsizlik emas, tanlovdir. Tanlov esa eng og'riqli haqiqatlardan biridir. Insonlar ko'pincha vaqtim yo'q deb sukutni oqlashadi. Ammo haqiqat oddiy. Kimni yo'qotishdan qo'rqmasalar, o'shanga javob bermaydilar. Kim qadrli bo'lsa, hatto bir og'iz so'z ham topiladi. Jimlik bu sovuq masofa. Unda na bahona bor, na uzr. U faqat shuni aytadi: sen hozir mening asosiy ro'yxatimda emassan. Eng achchig'i ham shunda. Odamni yo'qligiday his qildiradi. Shuning uchun ba'zan javob kutmang. Jimlikni o'qing. U ko'p gapiradi va eng muhimi, u hech qachon yolg'on gapirmaydi.